Tochoni shunday do'konda eshigini tagiga qo'ysam, bitta akamiz Cobalt zadniga chiqib daqqa eshikka sopdi-yu. Bunga qarab turib, aka hech narsa bo'lmabdi, nasib qilganda deb topib o'zim qilib olaman degandim. Keyin uyga borib bitta machalkada artsam, qiyshayib yotibdi-yu, akalar. Sizlarga mana ishni ko'rsatardim. Bitta akaxonimiz bor. Juda ham zo'r usta, bir marta ishimni qilib bergan. Mana shu ishni ko'rsatardim, svet o'chib qolibdi o'rtoqlar. Qanaqa qilib ko'rsatsam ekan? Chiqarib beraman ukam deyapti. Mana shu joyim ozgina qirilib, mana ko'rinyaptimi? Ozgina dom so'yib qo'ygan. Короче, o'rtoqlar, mashina servisda. To'g'risi sizlarga ham tavsiya qilaman, akalar. Mana shunaqa rextovka qilish kerak bo'lsa, rextovka xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, zamin to'yxonasini pastrog'ida joylashgan akamiz. Ishi zo'r, narxlari ham juda ham arzon. Endi bilmadim, juda ham arzon narxda qilib beradi. Reklama qilayotganini bilmaydi, lekin chin dildan va haqiqatan ish yaxshiligi uchun o'rtoqlar sizlarga tavsiya qilyapman. Lekin reklamani bilmaydi lekin akamiz. Tochodi xudo xolasa bo'lgandan keyin bitta yana ko'rsatib yuboraman. Mana qirilgan joylar ko'rinyapti. Lekin nasib qilganda nima deysiz?